Mana bizani mazali kulchatoylarimizni piyoz dog' bilan shunaqa surib chiqamiz. Bu novinka, hech qayerda hech kimda yo'q bo'lgan kulchatoylarni mana mazali qilib uyda tayyorlab bersanglar bo'ladi. Самое главное, qaranglar qanaqa xamirlari chiroyli, необычный. Bunaqa xamir faqat Azbuka Vkusadan olsanglar bo'ladi. Buni besh barmoqlarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Kulchatoylarga umuman ochilib ketmaydi, yorilib ketmaydi. Xamirlari tonki, mazali. Yaqinlarni xursand qilib, dasturxoninglarni chiroyli qilib bezatib beruvchi mana mazali kulchatoylarimiz tayyor bo'lyapti. Bu sizlar uchun mana qanaqa tayyorlanganini ko'rsatib berish maqsadida olinayotgan video. Chunki ko'plardan savollar keladi, qanaqa pishiriladi, qanaqa qilish kerak, ko'rsatib beringlar deb iltimos qilishadi. Mana sizlar uchun har doim chiroyli qilib olishga harakat qilamiz. Qaranglar.